Salom hammaga. Bugun tekinga kod qurish o'rganamiz. Buning uchun Telegramga buni Exotbek vazifasicha blogimizni yozib olamiz. Birinchi bot O'zbekiston bot kiramiz va pullashlashni bosamiz. Bu yerda 50 so'm pulli bonus olamiz. Taklif orqali taklif bossak 1 so'mdan berar bonus shartasi bo'lamaydi. 1 so'm. Endi bo'lmaydi. Xizmatga bosamiz. Tekinga kurtga Telegram. Mana tekin obunachidan obunachi. 15 ta kanal silkasi tasdiqlash. Ikkita obunachimiz hozir kirib bo'lamiz. Qancha oldi? Chek tutamiz. Yetishmayapti. İşte obunachimiz 15 ta bo'ldi mana. 13 tasi qo'shildi. Bundan shunaqa ishlayapsiz. Tekin nakod tursalarim bo'ladi. Keyin u 50 so'm bonusga yana xizmat. Telegram. Endi boshqalar kunlik bonus yig'ib boshqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa bo'ladi. Lekin Telegram kanaliga masalan bu yerda arzon Telegram obunachi. Bonusdan ham xizmatlar bilan tanishib chiqsalaring bo'ladi. Obunachi biznes sifatli 100 be obunachilar tursalaring bo'ladi. Mana bu yerda 18900 so'mligi. Bu yerda hammasi uchun 1000 taga narx yozilgan. Va bunga bosamiz. Bu botdan kuniga uni aksiyalarim bor, tekin xizmatda ishim bilan tekin kurtaman. Shundan har 5 minutda shuna ariza berib turib, kuniga shunaqa qilib, короче 250 ta ishlasalaring bo'ladi. 250 yuboramiz. 50 so'm mana narx yozgan. 50 so'm. Hozir kunli bonus ishlatib berganman-da. Endi bunga pul tuqsalaring ham bo'ladi mana. To'lov qilishga bosasizlar. O'zlaringga bo'lgan telefonlaring degan narsani yozasizlar. Bayer, bankomat, Payme, Klik, Fazla, Zumrad, Uzumbank, Anorbank, Paynet, Bepul, Oson, Tenge 24, Upay, Plum, Humo, Uzkart. Bu yerda men Uzumbankka bosaman. To'lov miqdorini kiritasizlar. Masalan, 1000 so'm. Qabul qilindi deydi. Va karta beradi. Kartani nuqsalab olasizlar. Va kirib o'shani yana shu yerga yana keyin to'lov qilib o'tib kirasizlar. Keyin o'zi tasdiqlaydi. Shunaqa qilib keyin qancha pul kirsalaring ham shunaqa qilib ishlasalaring mana 10 soniya kutib to'lov qilasizlar. Endi keyingi botga ko'ramiz. Start. Bunda ham xuddi shunaqa kanallar yozib olasizlar. Bunda ham shunaqa pul ishlash.
Pul ishlash bo'lsalaring. Referaldan 200 so'mdan ishlab olsalaring bo'ladi. Kunlik bonus 10, topishmoqlarga javob berishlaring bo'ladi. Hop. Bu yerda tekin xizmatdan foydalansalaring bo'ladi. Bosasizlar. Hop. Telegram, Instagram, TikTok. Bunda mana Telegramimizni tekindan qo'ydim. Nakot qursa 3 Telegramda obunachi, reaksiya, ko'rish, xabar, o'tijon obunachi. Hop. Instagramga ko'rish, video saqlash, Insta video like, ulashish, foydalana olasizlar. Shundan foydalana olasizlar. Endi pulli bonus olgandan keyin obunachi arzonni ustiga bosamiz. Va mana kafolatsiz 200 so'm bosamiz. Unutma berish. Mana kafolat yo'q degan obunachi ketadi. Tushunasizlarmi? Buyurtma berishni bosib turamiz. Va bunda 50 obunachi, kunlik bonusdan 50 obunachi keladi. Narxi degani 50 raqamni yuboramiz. Turamiz ozgina. Internet endi umuman yaxshi ishlamayapti. Internet to'g'ri tushunasizlar. Nega bol tezroq. Turamiz. Voy. Havola deyapti. Telegram havolani kiritaman. Va yuboraman. Internet ishlayapti-ku. Bor yaxshi ishlaydi internet. Tasdiqlash. Ro'yxatdan o'tkazilmoqda deyapti. O'tkazilmoqda. Mana. Buyurtma qabul qilindi deydi. Kanalga kirsam, hop, bo'lash urildim, hozir ko'ramiz. Önce hop, mana ko'rishlaring mumkin. 65 obunachi bo'ldilar. Buyurtmamiz bajarildi. Hop, mana obunachilar ko'rsatib mumkin. Ko'rishlaring mumkin. O'zbek emas. Shunaqa. Hop, endi kanalimni silkasini ko'rishlaring mumkin. Telegramdan xuddi shunday qidirasizlar chiqadi. Sizlar bilan Bekzodbek vlog o'z bo'ldi. Albatta
Shuncha mehnatimga layk, obuna bosib qo'yishlaringni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Bu yer emas. Iltimos bu.